Assalomu alaykum o'rtoqlar. E'tiboringizga 3 yoshli bemorni endoskopik pediatrik daqiqastomiya jarrohlik amaliyoti taqdim qilamiz. Ushbu bemorimiz juda ham ko'p marotaba zo'rlangan, yuvilgan, foyda bermagan, shuning uchun bizga murojaat qilishgan. Xo'p, kesmani biz avval pastdan kesib olamiz, ya'ni pastki birinchi qanog'ining yuqori qismidan hamda o'rta birinchi qanog'idagi aksilladan oldinga qarab olib kelamiz, 1 santimetrcha oldinga. Hamda yuqoriga va pastki kesmani birlashtiruvchi vertikal kesma bilan laxtaklarni biz ajratib kesib olamiz. Va bu yerda razin yoki no'sh yordamida biz suyak usti pardasi bilan ko'chirishni boshlaymiz. Buni avvaldan skalpelda yaxshilab buni kesib olish kerak bo'ladi. Ya'ni suyakka taqab, botirib kesish kerak bo'ladi. Faqat sakrab ketmaslikka ehtiyot bo'lish kerak. Chunki pastki birinchi qanog'ini yoki burun qanotini kesib olish ham mumkin bo'ladi. Bu yerda assistent отсос qiladi hamda medsestra yuvib turadi bu yerda. Va loskut ko'chirib olgandan keyin biz meratsel bilan orqaga sekin itaramiz hamda ko'z yosh kanalini proyeksiyasini aniqlaymiz. Bu yerda birinchi bizga ko'zga tashlanadigan suyak bu yuqori jag' suyagini peshona o'sig'i va uning orqasida ko'z yosh kanali turadi. Hamda 2 millimetrlik kerisin yordamida biz yuqori jag' suyagini peshona o'sig'ini ochishni boshlaymiz va ko'z yosh suyagi hamda bu yuqori jag' suyagini peshona o'sig'ini orasida joylashgan kanalni biz topib olamiz. Bu yerda suyakni agressiv olishdan ehtiyot bo'lish kerak va iloji boricha kerisin yordamida yoki past оборотli bor yordamida kanalni ochish kerak bo'ladi. Chunki bu pediatrik yosh hali o'sadi, hamma narsani hisobga olib biz amaliyotni bajarishimiz kerak bo'ladi va ko'pincha yuqori ko'tarilgan sari bu suyakni sindirib olamiz deyshadi. Yo'q, undan qochish kerak. Iloji boricha kerisin bilan sekin-sekin tishlab olish kerak bo'ladi. Agar yuqoriga yetganda qalin bo'lsa, unda bor yordamini olsa bo'ladi. Xo'p, sepavidniy skalpel yordamida biz qopni qavatma-qavat ochishni boshlaymiz. Avval qop sohasidan pastga tushamiz va kanal sohasiga davom ettiramiz. Orqada bizning ko'z yosh suyagimizning plastinkalari va bu jarayonda medsestra bosib turadi ko'z yosh qopini. Ya'ni ko'z ichki burchagini bosib turish kerak bo'ladi. O'shanda bizga kanal ancha bo'rtadi va ishlashimizga ancha oson bo'ladi. Ba'zi holatlarda bu amaliyotni chiroyli qavatma-qavat ochish imkoni bo'lmaydi. O'sha holatda o'tkir 11 yoki 12 skalpel yordamida qopdan boshlab kanalgacha kesish kerak bo'ladi. Lekin qavatma-qavat ochsangiz albatta afzal. Endi bu bemorda biz quloq instrumentlaridan foydalanganmiz. Mikroinstrumentlaridan qarasanglar bu yerda bizda mikroiголка, ya'ni huk deyiladi. Bu yerda 90 gradusli 2 yoki 3 millimetrli hukdan ishlatsanglar bo'ladi. Bu shu kanallar qavatlarini ochishga bizga yordam beradi. Ya'ni oldingi laxtak hamda orqa laxtaklarni hosil qilishda juda ham foydali bo'ladi. Shuning uchun arsenalda quloq jarrohligi uchun kerak bo'lgan instrumentlar ham bo'lishi kerak bo'ladi. Ushbu protsesda shoshish kerak emas. Bu yerda biz ikkiga ajratib bo'ldik va yuqoridan pastga qarab kesganimizda yeringli ajralmalarni chiqishini ko'rishimiz mumkin. Atsosda bu tortib olinadi hamda qarasanglar bu kanal to'liq shakllangan, juda ham chiroyli. Qancha ko'p yiring chiqsa quyuq bo'lib, shuncha kanal keng bo'lib ochilib turadi. Bu bizning ishimizni ancha yengillashtirib beradi. Va kanalning ichini biz meratsel bilan animizatsiya qilib qo'yamiz. Odatda betadilli qilib chayib yuviladi. Hamda albatta yuqoridan ham ikkita punktimdan yuqoriga va pastki punktimdan ham uni yuvish kerak bo'ladi.
Va siz oftalmologga yuborayotganingizda ham bu bemorni bitta zontlashni ichishingiz kerak bo'ladi. Chunki ular yuqoriga va pastki punktumda ishlayaptimi yo'q ham ko'rib berish kerak bo'ladi. Endi biz loskutimizni ikkiga bo'lamiz. Bu yerda shu ko'z qaychilari bor. Shu iris scissors deydi. O'sha qaychilar yordamida ham shu burun shilliq qavatini hamda orqa ko'z yosh loskutini ham ikkiga bo'linadi. Bitta loskutimizni yuqori qismini axilladan ochgan sohamizga tashlab qo'yamiz. Ikkinchisini esa pastga tashlaymiz. Bu yerda qarasanglar, kanalni уже sekin to'liq yopib qo'yyapti. Shuning uchun orqa qismidan pastga itarib 1-2 mm qilib uni kesishni boshlaymiz. Chunki bizning kanalimiz to'liq ochiq turishi kerak, chunki ertaga buni torayishini ham biz hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Va qarasanglar, ko'z yosh kanalini ham loskutini, ya'ni orqa loskutini ham biz orqaga ustiga chiqarib qo'yganmiz, chunki burun shilliq qavati ichkariga qarab o'sib ketishi kerak emas. Ba'zi holatlarda bu loskut qalin bo'lib ketsa, uni qaychi yordamida tekislanib, bo'rtib qolgan sohalari olib tashlanadi. Va kanalni ichiga biz meratsel tiqib qo'yamiz. Ya'ni uchi piramidasimon meratselni ichkariga quruq holatda tiqiladi va shpris yordamida shirib qo'yiladi. Bu bizning spangastallarimiz oldingi va orqa loskutlarni bo'lib ushlab turadi. Odatda bitta qismini o'rta burun chig'anoq sohasiga qo'yamiz, chunki orqa loskutlarni ushlab turish kerak. Lakrimal loskutimizni bu orqadan ezib turadi, ya'ni orqaga yig'ilib qolmasligi uchun. Chunki biz spint qo'yamiz, tampon qo'yganimizda loskutimiz suriladi. Shuning uchun birinchi orqaga o'rta burun yo'liga qo'yib olamiz, undan so'ng oldi qismlarini meratsel spangastan bilan bosishni boshlaymiz. Bunda ip qarasanglar spangastanning tagida qolib ketyapti. Ya'ni o'shanda ipimiz loskutni to'g'ri ustidan va spangastanning ostidan bo'ladi. Va yana bitta spangastanni biz tepa qismiga, axillaga yaqin sohasiga chiqarib qo'yamiz. Va meratsel shimdirib, meratselni ishirib qo'yamiz. Albatta, meratsel ham yoshga mos holatda bo'lishi kerak. Bu bizda 1 oydan keyingi natija. Qarasanglar, kanal to'liq shakllanib bo'lgan, teshik torayishsiz, o'zgarishsiz, keng va attok yaxshi, juda ham zo'r ishlayapti. E'tiboringiz uchun rahmat.